Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Jahon tarixi fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni davom ettiramiz. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz o'tgan galgi darsimizning uzviy davomi qadimgi Bobil sivilizatsiyasiga bag'ishlanadi. Darsimizning qisqacha annotatsiyasi qadimgi Bobilning qudrati, Mesopotamiyadagi eng buyuk podshohlik bo'lgan Bobilning ijtimoiy, iqtisodiy hayoti, siyosiy boshqaruv haqida bo'lib o'tadi. Darsimiz rejalari kassetlar, xitlarni Bobil podshohligi ustidagi yurishlari bo'yicha va podshoh Burna-Buryash davrida Bobilning tashqi siyosati hamda Bobil davlatidagi inqiroz, zaiflashuv bo'yicha ko'rib o'tamiz. Asosan ko'proq o'tgan galgi mavzuyimizni uzviy davomi bo'lgan Hammurapi shaxsiyatiga to'xtalib, uning qonunlariga to'xtalib o'tsak ham maqsadga muvofiq hisoblanadi. Dastlab ikki daryo oralig'i davlatlarda huquqni eng qadimgi manbai, ya'ni odat huquqi bo'lganligini aytib o'tamiz. Davlatchilik natijasida odob-axloq qoidalari majburiy mazmun kasb etishni boshlagan va yozma qonunchilikda ibtidoiy jamoat tuzumini belgilari saqlangan. Mazkur mintaqada Hammurapigacha dastlab, demak, Lagash podshosi Ur-Nimginni yoki Ur sulolasidan bo'lgan Ur-Nammu hamda qator boshqa hukmdorlarning qonunlar yig'ma jildlari bo'lganligi ma'lum. Lekin bularning ichida ayniqsa kuchli tizimga ega bo'lgan qonun bu Mesopotamiyadagi eng muhim hujjat podshoh Hammurapiga tegishli edi. Uni davrida huquq tizimi juda katta yodgorlik hisoblanib qolindi. Hammurapi qonunlarini ayniqsa 20-asr boshlarida aniq statistika bo'yicha 1901-1902 yillarda fransuz arxeologlar jamoasi o'sha qadimgi Elam poytaxti Suza shahrida qazish jarayonida mega ekspeditsiya natijasida topishgan Hammurapi qonunlarini sababiki Hammurapi davrida, demak, Elam hududlarigacha, podshohligigacha bo'lgan yerlar Bobil podshohligiga qaram hisoblangan. Aynan bu qonunlar mixat yozuvida qora bazalt toshlar, ya'ni tekis toshlar bilan ustiga sathlar o'yib yozilganligi bilan ajralib turardi va Hammurapi qonunlarining asl nusxasi bugungi kunda Fransiya poytaxti Parij shahridagi yirik o'sha Luvr muzeyida saqlanib keladi. Ushbu qonun 282 ta moddadan iborat hisoblanadi. Shumer va Akkad huquqining tajribasi ko'pgina namunalarni ham mujassamlashtirgan o'zida. Qonunlar to'plami kirish qismidan, asosiy qismdan hamda xulosa kabi 3 qismga bo'lib yozib chiqilgan. Qonunning asosiy qismida sud va sud jarayonlari haqida moddalar keltirilgan 1-5 moddalarda yoki mulk huquqini buzilishi, unga qo'llanilgan jazolar 6-moddadan 120-moddalar. Bundan tashqari nikoh hayoti, oila hayoti, meros huquqi haqidagi moddalar 127-modda, 195-moddalar oralig'ini qamrab oladi. Hammurapi qonunlari demak Luvr muzeyida boshqa sharq qonunnomalaridan farq qilib o'zida diniy va nasihatgo'ylik elementlarini saqlamaydi. Shunday bo'lsa, unda urug'voshlik tuzumi belgilari ham saqlanib qolgan. Bundan tashqari meros bo'linishi bo'yicha mana sharq mentaliteti bo'yicha oladigan bo'lsak, musulmon olamida asosan oilada to'ng'ich o'g'il uyni, demak, tark etib alohida oila bola chaqasi bilan chiqib ketishligi, kenja farzand esa oilasi bilan, ota-onasi bilan qolishligi aksariyat o'zbek oilalarida deylik yoki sharq mentalitetida saqlanganligini olamiz. Yoki g'arb davlatchiligi tarixini eslasak, o'sha o'rta asrlarni yirik g'alayonli to'qnashuv urushlaridan hisoblangan salib yurishlari davri. Salib yurishlari zamonida ham o'sha g'arbda mayorat degan tizim bo'lgan. Mayorat tizimi bu aynan ota-onadan keyingi, ota-ona vafotidan keyingi uy, mol-mulk merosi oilada to'ng'ich farzandga qoldirilishi Yevropada hol bo'lgan. Yevropada shu jarayon kuzatilardi. Va natijada kenja o'g'il o'zidan avval to'ng'ich akasi bo'ladigan bo'lsa, demak, u o'ylaganki, otamdan, onamdan mol-mulk baribir akamga qoladi degan qabilda o'zi o'sha salibchilarga borib qo'shilishni va ular bilan o'sha yaqin sharqqa yurish natijasida nimadirlik bo'lib olish ilinjida ham, demak, salibchilar komandasiga qo'shiladi. Bu sizga parallel ravishda ma'lumot. Endi ehtiyotsizlik oqibatida Hammurapi qonunlarida nima deyilyapti? Agar ehtiyotsizlik oqibatida odam o'limiga sabab bo'lish
kelib chiqadigan bo'lsa, o'lim jazosi berilgan o'sha insonga. Umuman yurisprudensiya tizimida, qonunchilikda jinoyatlar ikki turga bo'linadi: harakat va harakatsizlik natijasida sodir etiladigan jinoyatlar. Buni huquqiy darsliklar, kitoblarga, kodekslarga murojaat qilib o'rganishingiz ham mumkin bo'ladi. Xususan jinoyatni o'zi nimaligi, jinoyatni oldi qanday olinishligi yoki e, jinoyatga tayinlanadigan jazoni muqarrarligi va hokazo. Aytib o'tish mumkin, jinoyat o'zbek davlatchiligida hozirgi kunda zamonaviy tilda jinoyat huquqi, jinoyat protsessual huquqi degan kodekslarimiz bor o'zimizda. Unda yoziladiki, jinoyat kodeksi bilan taqiqlangan aybli, ijtimoiy xavfli qilmish bo'lsa, u harakat yoki harakatsizlik natijasida jinoyat deb topiladi. Jinoyat sodir etildimi, unga jazo muqarrar. Bu uchun demak bevosita qonun, qoida mujassamlangan. Bundan tashqari, aytaylik, uy, imorat buzilish jarayonida agar o'sha uyni egasini farzandlari uyda qolib ketib, mabodo korxola ro'y berib, o'sha insonni bolasini bosib qoladigan bo'lsa uy, demak o'sha quruvchini o'g'li ham demak o'ldirilishi, demak jazoni to'g'ri qilgan shu yo'l bilan. 230-moddada shunday deyilyapti Hammurabiy qonunlarida. Hop. Bundan tashqari 278, 282 moddalarda qulchilikka oid qonunlar belgilab o'tilyapti. Masalan, 282-moddada agarda qul egasiga uning quli emasligini aytib o'tsa, egasi uni qul ekanligini isbotlasa, unda qullar qulni qulog'ini kesib olishi ham mumkin degan modda saqlangan. Umuman olganda Hammurabiy qonunlari qadimgi Bobil jamiyatiga xos tartib qoidalarni o'zida aks ettirgan. Bundan tashqari qonunchilikda yana aytiladi, Hammurabiy qonuni bir dehqon yonma-yon demak qo'shnisi bilan ekin ekkan bo'lsa-da, shu ekinga, hosilga suv berish jarayonida mabodo qo'shnisining yeriga shu suv qo'ygan dehqon tomonidan nazoratsizlik yoki be'tiborlik natijasida suv qo'shnisini yeriga urib yuboradigan bo'lsa, demak nazorat bermayotgan tomon bo'lgan o'sha dehqon qonuniy jazoga tortilganligi ham aytib o'tiladi. Bundan tashqari miloddan avvalgi 8-7 asrlarga kelganda, ayniqsa Bobil podsholigi biroz inqirozga yuz tutadi, zaiflashadi va natijada miloddan avvalgi 7-asrga kelganda yangi Bobil podsholigi vujudga keladi. Xususan miloddan avvalgi 623-yilda Nabopolassar rahnamoligida Assurlarga qarshi Der viloyatida ham isyon ko'tariladi. Bobil podsholigida Assur qo'shini qaytib keladi va bu xaldeylarni Akkad va Bobildan quvib chiqarib, shu tariqa Bobil yerlari endi Assurlar yoki xaldeylarni qo'liga navbat bilan o'tib turishligi manbalarda saqlangan. Nabopolassar kuch to'plab olgandan keyin Nippurni qamal qilishga o'tadi. Miloddan avvalgi 616-yilda Bobil qo'shini Assuriyani Suxu hamda Hindanu viloyatiga bostirib kiradi va Kablinu yonidagi jangda Assurlar hamda ularning ittifoqchilari Manneylarni yengib, katta o'ljani qo'lga kiritib, erta qaytib ketishga musharraf bo'lishadi. Miloddan avvalgi 612-yilda Nabopolassar midiyaliklar bilan ittifoq tuzadi. Bobil podshosi Nabopolassar va Assuriyani poytaxti Ninevaga hujum qilib, uni egallab oladi. 605-yilga kelganda Bobil podsholigi bilan demak midiyaliklar o'zaro birgalashgan holatdagi kuch qadimgi Assuriya podsholigini yengib olishgacha hatto borishadi. Xususan Nabopolassardan keyin taxtga uning o'g'li Navxadanasor ikkinchi keladi. Aynan uning davri Bobil podsholigida ko'p eslanadi. U islohotchi hukmdor, loyihachi hukmdor sifatida qolgan. Xususan uning davrida qadimgi Bobilda imoratlarni qurishlikda endilikda pishgan g'ishtlardan foydalanishga o'tiladi va u shunday farmon bergan Navxadanasor ikkinchi davrida pishgan g'ishtlardan imoratlar qurilishi yo'lga qo'yilgan. Umuman qadimgi Mesopotamiya, qadimgi Bobildagi madaniyatlar ham atroflicha chuqur qiziqarli ma'lumotlar hisoblanadi. Xususan aytib o'tadigan bo'lsak, Shumer tilining yozuvi shu qadar murakkab bo'lganki, hatto Shumer aholisini faqatgina kichik qismigina bu yozuvlardan foydalana olgan. Bugungi kunda yozuv 250 mutaxassisga ma'lum. Bu Mesopotamiyani tadqiq etilishda yetakchi bo'lgan
Pensilvaniya universiteti 1976 yildan boshlab 27 mingta yozuv ustida ish olib borayotganligi ma'lum bugungi kunda. Bundan tashqari Gilgamesh haqidagi rivoyat yoki Hammurapi qonunlari yoki Shulgi qonunlari haqida ham atroflicha o'sha sizga platformaga havola etadigan prezentatsiyamizdan yoki e, manbalardan mavzumizga doir adabiyotlardan havola qilamiz. Shulardan mustaqil o'rganib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Savollaringiz tug'iladigan bo'lsa, ijtimoiy Telegram messenjeri orqali, ijtimoiy tarmoq orqali yuborishingiz mumkin. Masofadan turgan holatda javob beramiz. Imkoniyat doirasida. Keyingi darslarda uchrashguncha salomat bo'ling.